Hadi bismillah. Hani ol. Adosh shirin chiqibdi. Mazali chiqibdi. Har doim uyga ham olamisan? Bu safar oshimni olsam bo'ladimi? Puling bormi? Ha, bor. Maktabga bergan pullaringizni Ovqatlanasan deb bergan pullarimni ishlatmasdan yig'uvmiding? ishlatmasdan yig'dim. Maylinisi shu pulga uyga olib borib, dadamni, buvimni, oyimni duoligini olmoqchi edim. Ularni xursand qilib, duolarni olmoqchi bo'libsan-de. Mayli, ola qol. Ikkita osh olibsanmi? Bittasini tushundim, mayli. Ikkinchisini kimga olding? Eslasiz. Hadi. Alloh qatdan topsam bo'ladi. Allohni bolam Allohni yetimlarning ko'nglidan izlash kerak. Faqat qo'shnimizga ko'ngillarini olmoqchi edim. Baraka top bolam. Hadi. Men sizga yaxshi ko'raman. Hali katta bo'lsam, sizni yelkamni ko'tarib yuraman. Bolam, erkak kishi hayoti davomida otasini bir marta yelkasida ko'taradi. Bu ham bo'lsa tobutlarida. Nima deganingiz bu, Adi? Katta bo'lsang tushunasan.